Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi aziz qarindoshlar. Men hozir Almataniki sirtida, ya'ni Almata G'ulja tosh yo'lida, bosh yo'l ustida tarixdagi mashhur qahramonimiz G'ani Batirniki qabrisini yo'qlab, duo qilib ketay deb mush fursatda bu sin ko'rishni diqqatga sunib turibdiman. Abstinarlıqqa ben naq meydandan Facebook'tan live canlıq köstəydisəm, bu yaniki internet bağlanışı yaxşı emasken şuna sin görünüşüge elib keyin yollaş niyeti geldim. Qani ondaqda men bilan birga muhtaram qahramonimizniki qabrisiga ziyorat qilayli. Bu aldığımızda turğunu G'ani Batirniki şu qabrisi ko'rdinglar mana. Bu qabrniki orqada ko'rdigini Aqbash tog'lar, bu Tag'ir tog'lari. Hozir biz şu Almatadan 1 soatda yo'l mangdik. Hozir biz Bashitga ketib boramiz. Unda qanday birga qabrini ziyorat qilayli. Men mang'ach bu vaqtda gapirib beray. Hammamizga ma'lum muhtaram marhum qahramonimiz G'ani Batir 1901-yili G'ulja noyasiniki Qosh yezisida tug'ilgan. Hammamizga ma'lum 1944-yildagi Sharq Turkiston Jumhuriyatiniki dastlabki vaqtlarda va keyingi hal qilg'ish vaqtlarda nihoyat qahramonlik ko'rsatib xalqimizning qalbidan hurmat bilan o'rin olgan G'ani Batir 1956-yili Qozog'istonga ko'chib kelgan. Ondan keyin mushu yer mana atrofida yomon qumishliq nihoyat xilvat bir yeza. Mushu yezning ismi Qozog'iston deb atalganda. Bu Qozog'iston yezida bir 400 ga yaqin aholi yashaydi ekan, Uyg'ur va boshqa aholi. Shu o'tiribdim ko'rsatdim. G'ani Batirniki mana oldimizdagi G'ani Batirniki haykali. Ondan keyin shu Qozog'iston mushu yezida, Qozog'istonda mushu yezda yashaydi ekan bir qancha yil. Keyin Almut shahrida yashaydi ekan. Keyin mushu marhum qahramonimiz 1997-yil 96 yoshida olamdan o'tgandan keyin mushu Qozog'iston yezidagi jamoat va Uyg'ur jamoat arboblari hammamiz kuch chiqarib mushu mazorlikni mushu mazorlikda G'ani Batirniki haykalini tiklab qabrisini o'rnatib ekan. Shundan buyon bu xalqimiz tavob qiladigan, ro'yga atab duo qiladigan, shu vaqtlardagi urush qahramonlarini, shehidlarni eslaydigan jonliq bir qabrgahga aylangan. Biz hozir yaqinroq boraylik undaqda qabrni oldigan. Meniki bu G'ani Batirniki bu Qozog'iston yezidagi bu qabrisiga meniki jami 3-qatim ziyoratga kelishimda men 2003-yili tunji qatim kelgan, undan keyin 2005-yili bir tavob qildim. Bu navbat yana yo'l ustimda bu duo qilib o'tay deb ketib boraman. Men har qatim shu Almatadan chiqib Almata-G'ulja tosh yo'lda o'tgan vaqtda mushu kelib duo qilib o'taman. Yoshlarımizga ma'lum, ammo ko'pincha yoshlarımizga bu ahvollar ma'lum bo'lishi notayin. Mana bu yerga gullar tikilgan, palampaylarni yasab, shunday yaxshi mudofaa qilgan. Men tunji qatim 2003-yilda kelganda bu palampaylar yo'qdi. Bu qadar yaxshi holatda emas edi. Kunda-kunga yaxshi atrof yerlarni, darvozani bekitib, yaxshi qilib yerlarni
geldik hava bugün şunda quyoshda atlab chiqib turgan biz bu yerda yana bir yarim soatdan maqsad chelak uchinchi Uyg'ur noyasiga boramiz. Uningda yana bir yarim soatlab maqsad yerkan qo'rg'os chegara ichida beramiz. Uningda yana bir soat olacak. Bu taraf mana bu taraf mana shu qabristonning o'rtasida o'tadigan Olma-ota taksiyoni. Bu tarafimiz qabristonlik. Bu qarindishimizning aytishicha Zumrad qarindishimizniki bu mahallada Qozog'iston mahallasida mana shu G'ani Baturniki ayni vaqtda 1956 Qozog'iston chiqqan vaqtda turgan uylarni bor ekan. Biz fursat bo'lsa shu uylarni ko'rib bu ko'rishlarni sizlarniki olmoqchi. Bu yerga yozilgan G'ani Batur 1902 yildan 1981 yilda vafot bo'lgan deb yozibdi. Bu yerda qaysisi to'g'ri bilmadim, ammo men o'qigan kitoblarda 1901 yil tug'ilib 1997 yilda vafot bo'lgan deb men yanglishgan o'xshayman. Agar xato bo'lsa men xato deb e'tirof qilaman, ammo bu tarafda izish baqish kerak ekan. Balki o'sha yerga qabrga yozilgani to'g'rida, ammo men kitobda o'qiganim 1901 yilda tug'ilib 1997 yilda vafot bo'lgan deb bu qabrda yozilgani 1902 yilda tug'ilib 1997 bo'lgan. Bu qabrdashniki ustiga bunday xat yozilganda o'z elingning bayrog'ini ko'tarding, xalqing uchun kurashganda vatanda, mangu o'lmas G'ani Batur atalding, ozodlikni so'ygan inson qalbida. Bunda birga aylanaylik. Mana shu butun taşlar, tabii taşlar uyup yasılan üstüne medallar köklükide kahramanlık medalları, bahadırlık medalları Cumhuriyetlerin şu vakti bölgemini aldılar. Şu bayrakını tıkıldan kılıp şu vaktki Cumhuriyet'nin bayrağını ki ay yıldız aldığa bu nişan kılıp koyulgan. Yani bu şu G'ani Batur'niki qabrisi va haykali bo'ladi.